Diqqat qiling. O'zbekiston teleradio kanalidan Zakovat intellektual o'yinlarini boshlayapmiz. Bugun final. Yilning eng hal qiluvchi o'yini. Oxirgi 4 yilda 3 marotaba finalga chiqqan Bobur Yoqub jamoasi o'yin stolida o'z raqiblarini kutmoqda. Ularning raqiblari esa kulisda turishibdi. Marhamat, ularni kutib olamiz. Farhod Abdiyev, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Guliston qishlog'idan. Rustam Zoirov, Toshkent viloyati Zangata tumanidan jurnalist do'stimiz. Svetlana Jalmenova, Qoraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumanidan tashrif buyurgan singlimiz. G'ulom Durkiboyev, Jizzaxning Forish tumanidan tashrif buyurgan savol muallifi. Bo'stonliqdan So'lim Qo'shqo'rg'on qishlog'idan Qosimxon Ahrorov. Marhamat Qosimxon aka. Qo'shrobodlik sizlarning ashaddiy muxlisinglar va ashaddiy raqibinglar Luqmon Asadov. Nurbek Sobirov, yana bir ashaddiy raqibinglar Qoraqalpog'iston Respublikasidan Mang'it shahridan. Baxmallik muxlisimiz Abduvali Karimov yana bir bor finaldalar. Bugun Anvar Xolov Kasbi tumanidan tashrif buyura olmadilar. U kishining o'rniga Shahzod Erniyozovni kutib oling. Marhamat Shahzod. Hamidaxon Sattorova, Sirdaryo viloyati Guliston shahridan savol muallifi yo'llagan singlimiz. Va Chorshamb Choriyev Qamashdan u kishi yetib kela olmadilar. U kishining o'rnida Azizbek Nazarov. Marhamat. Intellektual o'yinlarimizni, final o'yinimizni boshlaymiz. Hisob 0-0, birinchi raund. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Xayrli oqshom aziz bilimdonlar va muxlislar. Bugun aytganimizdek final. Bu yilgi finalimiz har yilgidan ko'tarinkiroqda o'tishi kutilmoqda. Axir ona vatanimiz mustaqil bo'lganiga 20 yil bo'lmoqda. Bu qadrli va yuksak bayram bilan hammangizni chin yurakdan tabriklashga ijozat berasizlar. O'yinimiz davomida bayram tilaklarimiz tinimsiz yangraydi bugun. Hozir ijozatingiz bilan birinchi raundga tushgan savolni o'qiyman. Birinchi raundga savol Bo'stonliqdan Qosimxon Ahrorov. Kutib olinglar. Qosimxon aka, xush kelibsiz. Esimda bor 2 yil avval final o'yinida sizga navbat yetmay qaytib ketgan edingiz. Men juda ham xursandman. Birinchi raundga va birinchi bo'lib savol o'ynash navbati sizga yetgan edi. Ijozat bersangiz, men o'yinimizga yuborgan savolingizni o'qisam. Ko'pgina mamlakatlarda 12 kishidan iborat jamoatchilik sudlari faoliyat olib borishidan xabardorsiz. Ular sudyaga hukm chiqarishda yordam berishadi. Bu guruhga 3 toifa insonlardan boshqa hamma kirishi mumkin. Birinchidan, u odam ilgari sudlanmagan bo'lishi kerak. Keyingi ikkita toifaga Xushnud Xudoyberdiyev umuman to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi shart bo'yicha hozircha javob bermasa, 3-band bo'yicha mutlaqo talabga javob bermaysiz. Diqqat savol. 2-3-bandlar nimadan iboratligini toping. Vaqt ketdi. Demak, ikkinchisi hozircha javob bermaydi. Huquqshunos bo'lish kerak emas balki. Teskarisi bo'ladi. Huquqshunos. O'zi to'g'ri kelishga bo'lib 3-2 ga bog'liq. 2 bog'liq 3 ham bo'ladi. Hozircha mumkin emas, demak men hali uylanmagan. Balkim bir ikkinchisi umuman mumkin emas. Ikkinchini aniqladik. Ikkinchi uylanmaganligi. Hop, uchinchi nima bo'lishi kerak? Uylanmagan.
nimalar bo'lishi mumkin? Yolg'iz farzandligi ham bor, inobatga olib qo'yilib buni ham yolg'iz balki o'qiyotganligi qo'zalab kirdi. Yo, keyinchalik bu umuman degani o'zi umuman uylanishmi yolg'iz farzandlik? Yolg'iz farzandlik. Ko'pchilikda bo'lishi mumkin. O'ylanmaslik prosta. O'ylanmagan. Ular yengil shunchaki ko'z bilan qaraydi, xolos mutaxassis o'zi bo'lish kerak emas. Uylanmagan bo'lsa, nimaga huquq shunaqa farzandlikni ham o'ylab ko'ring yana bir marta. Yo'q. Nima haligisi bor? Farzandsizlikdan ham minus tomonlama nima buning? Vaqt bo'ldi. Bobur Yoqubov. Muhtaram boshlovchi, o'zim javob beraman. Bizning fikrimizcha sudlanmagan bo'lish kerak. Ikkinchi sharti uylangan yoki turmush qurgan bo'lish kerak. Uchinchi sharti huquqshunos bo'lmasligi kerak. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Uchinchi bandi bo'yicha bu guruhga yuristlar qabul qilinmaydi. Bu javob to'g'ri. Ikkinchi javob esa sal boshqacharoq. Xushnud Qozi, yoshingiz nechida? 22 yoshdasiz. 25 yoshdan keyin siz bu guruhga kirishingiz mumkin. Mana shu ikkita band to'liq javob bo'lishi kerak edi. Sabr-ol. Qosimxon akani olqishlaymiz, tabriklaymiz. Qosimxon aka 20 yillik mustaqillik bayrami bilan butun O'zbekiston xalqini chin ko'ngildan tabriklayman. Yana o'zimni Bo'stonliq tumani, Qo'shqo'rg'on qishlog'iga va Chirchiq shahriga alangali salomimni yo'llab qolaman. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Ko'rib turganingizdek, yil davomida e'lon qilganimiz finalga 11 ta tomoshabin taklif etildi. Har bir raundga mukofot pullari 100 ming so'm qilib belgilangan. Yilning eng kuchli bilimdoniga 1 million so'm va 3 ta nominatsiya, u ham mukofotlar bor. Bugun o'yin oxirida mukofotli sovrinlar o'z egalariga topshiriladi. Qosimxon Ahrorovni tabriklaymiz. Birinchi raundda bilimdonlarni mag'lub etganlari bilan va men ikkinchi raundni e'lon qilaman. Ko'tarinki kayfiyatda o'yin o'tishi kerak bugun. Qanday hisob bo'lishidan qat'iy nazar, sizlar yutsanglar ham xursand bo'lamiz. Xalq, tomoshabinlar yutsa ham xursand bo'lamiz. Biz baribir bizga. Guliston Hamida Sattorova, Sirdaryo viloyati Guliston shahridan kutib olinglar. Xush kelibsiz Hamidaxon. Demak, Gulistonlik singlimizning savollari. Yil davomida biz 4 marta yapon she'riyati hakkulardan savol o'ynadik. Yapon poeziyasi faqat tanka yoki hakkulardan iborat emas. Oddiy she'rlar ham bor. Mana shunday yapon she'riyatidan parcha tinglang. Shoir so'rayapti. Hozir kelaman deding-ku, pichirlab asta. Tonggacha kutdim, ammo sendan bo'lmadi darak. Undan javob kelmoqda. Ko'rmaganing boisi menda emasdir. Men kelgandim, ammo ular meni sendan qizg'onishdi. Bu yerda sezganingizdek shoir bilan uning o'rtasida aytishuv bo'lyapti. Siz uni nimaligini topdingiz deb o'ylayman. Chunki yaqinda shu mavzuga bir murojaat qilganmiz. Diqqat savol. Uni shoirdan qizg'angan qizg'anchiqlar nomini toping. Vaqt ketdi. Shoir ilhomni chaqirmaganmi? Ilhomni chaqirgan bo'lsa, nima to'sqinlik qiladi? Nima qizg'anish mumkin? Gullamasmi? Ular ko'rdim deyapti. Ko'rdi, ilhomni ko'rmaydi-ku. Ko'rgan. Hozir kelaman deb ko'rmaganlar tongacha kutibdi. Sukunatlasmi? Sukunat. Men kelgandim deyapti. Men kelgandim. Ko'rmaganing boisi yaxshi emasdi. Uyquni so'ragan bo'lsa kerak, qo'ylar ushlab bergan bo'lishi mumkin. Xayolda san edi-yu, misol uchun. Qo'ylar, ular seni, ular meni sendan qizg'onishdi. Tush ko'rmoqchi bo'lganlar. Hozir kelaman men kelgandim deyapti. Men kelgandim bo'lmadi. Ular darak bo'lmadi. Qanaqadir to'sadigan narsa. Ko'rmaganing boisi menga xalaqit berishdi. Ular meni sendan xalaqit berganlar. Nima qizg'anish mumkin nimadan? Yaponlar o'zlari ilhom nima ilhom keltirmaydi?
ilhomni ko'rmaydi. Shamolmi, biron tabiat hodisasi emasmi bu? Sukunat emasmi bu? Osmon jismlari yulduzlarga Uyquni bog'liq o'zini emasmi? o'ylasangiz, uyquni Ko'rmagan. Nimani ko'rish mumkin? Tushmi nima bu? Tushmi bu? Tush ko'rmoqchi. Tushga nima o'xshab bergan? Nima qismat? Final o'yinida ham bir raund yordam saqlanib qolganligini e'lon qilib qo'yishim kerak. Xohlagan qizayotgan paytdagi raundni olishinglar mumkin. Marhamat, Bobur Yoqubov javob eshitaylik. Javobni yana o'zim berishimga to'g'ri keladi. To'g'ri keladi. Bugun final mas'uliyat ko'p sizda bo'lish kerak. Balkim shoir hozir kelaman dedingu pichirlabasdi deb uyquni chaqirgan bo'lishi mumkin. Tonggacha uxlolmay chiqqan demoqchisiz. Shunaqa demoqchiman. Unga xalaqit qilgan narsa nima? Yostiqmi? Nima endi u? Shunaqa tushunaymi? Kipriklarmi, ko'zlarmi yumilmagan bo'lsa balkim. Yoshlikda she'riyatga ixlosmand bo'lgansiz deb bilasiz. Uncha shoirlarni ortda qoldiradigan o'xshatish qildingiz lekin. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Bu yerda sizlar bitta narsaga e'tibor bermadinglar. Yaqinda biz mana shu narsaga murojaat qildik. Yaqinda bir o'yinlardan birida. Yaqindagi o'tgan o'yinlarimizdan birida, bir ikkita o'yin oldin. Hozir kelaman deb kelmagan osmondagi oy. Men keldim deyapti oy. Ammo bulutlar meni sendan qizg'onishdi demoqda. To'g'ri javob bulut edi. Hisob 2-0. Hamidaxon, salomatmisiz? Bayram tilaklaringiz? Mustaqilligimizning 20 yilligi bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklayman. Oila a'zolarimni, barcha yaqinlarimni tabriklayman. Zakovat bilimdonlariga omad, bilimdonlar ko'paysin yurtimizda. Juda ham yaxshi tilak bo'ldi, juda ham yaxshi tilak bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling. 2-0. Kelinglar, uzoq kutmaylik. 3-raundni e'lon qilaylik. 3-raund. Final o'yinini shaxsan men juda ham orzu qilib kutaman. Chunki muxlislar bilan yuzma-yuz ko'rishamiz. Bu yerda ishtirok etayotgan muxlislarni biz g'oyibdan bilamiz. Ularni faqat maktublar orqali taniymiz. Chiroqchi Farhod Abdiyev Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Guliston qishlog'idan. Cervantesning dunyoga mashhur Don Kixot asarida Don Kixotning she'riga Sancho Pansoning monologidan parcha. Kishilar fikrini yopuvchi parda, ochlikni quvuvchi ovqat, chanqoqni bosuvchi suv, sovuqda isituvchi olov, cho'pon bilan qirolni, tentak bilan dononi teng qilib qo'yadigan ne'mat borligiga shukr. Diqqat, savol. Yuqorida Sancho nimaga bu ta'rifni bergan? Vaqt ketdi. Marhamat. Nurmurod Inog'omov javob beradi. Nurmurod Inog'omov. Javobimiz uyqu. Uyquda hamma teng bo'ladi uxlagan paytda. Boy ham kambag'al ham. Qabul qildik. Va aniq javob o'tamiz. Agar javobingiz to'g'ri bo'lsa, siz 1 daqiqa zaxiraga olib qolasiz jamoangiz uchun. Monologdan parchani o'qiyman. Kishilar fikrini yopuvchi parda, ochlikni quvuvchi ovqat, chanqoqni bosuvchi suv, sovuqda isituvchi olov, cho'pon bilan qirolni, tentak bilan dononi teng qilib qo'yadigan ne'mat borligiga shukr deb yastoni quchoqlab, u uyquga ketadi. To'g'ri javob uyqu edi. 2-1 hisob. Marhamat. Savol muallifi Farhodjon. Farhodjonni o'sha haligi geografiya o'qituvchisi sifatida biz sirtdan bilamiz.
Zakovat o'yindagi qaysi holat yo qaysi payt sizga yoqadi? Qaysi holat? Hozirgi uyqu haqida fikr bildiryapsizlar. Bilimdonlar mana shu paytda asabiy ham hayajonda bo'ladi. Mana shu paytda. Bolalarda o'sha 1 daqiqa jarayoni sizga yoqadi. Agar o'sha paytda hisob 5 bo'lish bo'lsa, hayajon ish barobar. Shunisi undan ham yoqadi. Marhamat, barcha yaqinlaringizga, hamkasblaringizga, uydagilarga bayram tabriklarini yo'llashingiz mumkin. Avvalo bilimdonlarni birinchi ochkani olganligi bilan tabriklayman. Bu eng muhimi. Bilimdonlarni, mana shu yerda yig'ilib turgan tomoshabinlarni, ishtirokchilarni va savol egalarini barchasini bayram bilan tabriklayman. Nafaqat mustaqillik bayrami, yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr o'qituvchilar kuni. Geografiya o'qituvchilarning kuni. O'sha bayram bilan o'qituvchilar, ustozlarim, misol uchun menga 1-sinfda qalam o'rgatgan, yozish bilan savodimni chiqargan ustozimdi. Tabriklayman Bahmolovdi. U universitetda dars bergan menga, Suyun Abdullayevda. Va o'zim dars berayotgan, hozir Prezident 9-maktabda dars berayotgan hamkasblarim, ajoyib hamkasblarim bor. Mana shularni tabriklayman. Yashang, chiroqchilik Farhod Addiyev. Siz bilan ham tanishib oldik. Va men davom etamiz. 4-raundni e'lon qilaman. Bir hisobi keyingi o'yinlarimizda unaqa juda bir katta bir ahamiyatli narsa bo'lmay qoldi. Ayniqsa bu jamoani eng oxirgi o'yindan keyin bilmaysiz bu jamoadan qanday zarbalar bo'lib qolishini yo qanday o'yinlar bo'lib qolishini. Forish G'ulom Gurguboyev. Jizzax viloyati Forish tumani Qora Abdal qishlog'idan. G'ulom aka, xush kelibsiz. Familiyangiz nega Gurguboyev? Katta dadamning otasining ismi. Gurgu degani nima degani? Gurgu degani Turpan so'zini bo'ri degan ma'noda beradi. Ehtiyot bo'lib o'tiringlar, kim bilan o'tirganliklarini bilib qo'yinglar. Xo'p, G'ulom akamni savollariga o'tamiz. G'ulomjon akamni savollariga Alpomish dostonidagi bir lavhani asos qilib olibdilar. Qadimdan o'zbeklarda, musulmonlarda qabriston yonidan o'ta turib, o'tganlar haqqiga duo qilish odati bor. Piyodalar bir zum to'xtab o'tsa, otliqlarga to'xtash yo otdan tushish shart bo'lmagan. Duo o'qiy turib, egarda o'tirgan holatda bir harakatni qilib o'tishgan. Shu hurmat o'rniga o'tgan. Diqqat savol. Xo'sh, otliq hurmat bajo keltirish uchun duo qila turib, yana qanday harakatni bajarish lozim bo'lgan? Vaqt ketdi. Mashinaga qo'yganmi? Ot sekinlattirib o'tmagan. Qanday harakat qilgan bo'lsa, to'xtatib o'tganmikin balki. Harakatni bir marta to'xtatib yurgan. Yana duo o'qib, o'zi shunday ham to'xtatib. Otdan tushish shart emas ekan. Otdan tushish shart emas. Otdan to'xtadi, ketdi. Bu boshqa narsani o'ylaydi, chiqolmayapti. Harakat nima harakat bo'lishi mumkin? Odam harakat nukson qilib chiqaradi. Ot bilan bog'limi yo'q, odam ish bilan o'tib ketadi. Anaqa ish qiladi. Musulmonlarning odatlari bor. Masalan, qabr yonidan o'ta turib, daraxtni sindirib tiqib ketish odati ham bor-ku. Bir harakat qo'yishgan yonini qo'ymaganmi? Yonini qo'yish bo'lgan. Kichik elementar harakat. Oyog'ini uzangidan chiqarganmi yoki boshini ekkanmi, nima qilgan? Otini cho'kkalab otini cho'kkalab juda qiyinda. Tuya bo'lsa boshqa. Duo o'qiyotgan bo'lsa, qiblaga qaratgan bo'lsa, chopdi. Qattan biladi ularni. Bir harakat, menimcha Endi chavandoz bilan bog'liq harakat. bilan topish qiyin. Chavandoz o'zi bilan bog'liq harakat. Nimadir qilgan u. Mashinani yaxshi lekin qiyin emas. Quvvatganda ham boshini yuzini qaratib qo'yadi qiblaga. Marhamat Bobur. Yana qanday harakatni bajarish kerak ekan? Bajarilgan ekan. Saidkamol Abdurazzoqov javob berdi. Saidkamol Abdurazzoqov. Shu otini bir zum to'xtatib o'tgan.
bir zum otni to'xtatib o'tgan. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Ot bilan bog'liq nimanidir topshirishlar kerak edi, to'g'ri. Ot duo o'qiy turgan paytda qo'l jilovni qo'yib yuboradi, to'g'rimi? Jilov qo'yib yuborilgan bo'lish kerak va oyoq uzangidan olingan bo'lish kerak. Xuddi ana shu to'g'ri javobida. Hisob uchun bir G'ulomjon aka, bayram qanday o'tyapti Polishda? Polishlarning kayfiyati yaxshi. Muhtaram boshlovchi. Zakovatning ashaddiy muhlishlari bo'ladi Polish xalqi. Jumladan bizning men yashayotgan qarabzor qishlog'i ham ayniqsa Bobur Yoqubov jamoat chiqsa yana ham qiziqadi. Chunki Bobur Yoqubov ham qishlog'imiz, qo'shni qishlog'imiz. Mana forishlik tajribali o'qituvchi sifatida bir narsaga bizga javob bering. Forishdan juda ko'p bizda bilimdonlar faoliyat yurgizishyapti. U yerda o'qituvchilar zo'rmi yo o'quvchilar kuchlimi? Boburjonning qishlog'ida ustozlari kuchli. Bobur Yoqubov nuqul forish mayzini maqtaydi. Shu rostmi haqiqatan ham? Qarabzorning mayzini yemabsiz, muhtaram boshlovchi. Dunyoga kelmayapti. Bobur maqtaydi, lekin to'rtta ko'tarib kelganda eslolmayman. Mana G'ulomjon akam hammanglarga mayiz keltiribdilar. Marhamat, mayiz olib chiqing. Hammanglarga ulashmoqchilar. Forish mayizidan tatib ko'ringlar. Marhamat. Olinglar. Haqiqiy forishlik mablag' bo'ladi G'ulomjon akaga o'xshagan. Davom etamiz. Hisob 1-3, 5-raund. Hisob 1-3. Yo'nalish bo'yicha Qo'shrabot Luqmon Asadovni kutib olamiz. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidan yurist. Xush kelibsiz Luqmonjon. Assalomu alaykum muhtaram boshlovchi. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan, yana bir bor ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Sizni savollaringizni o'ynaymiz. Yunonistonlik masal ustasi Ezopning bir masalida qushxonaga kirayotgan qo'y ta'riflanadi. Nega qushxonaga kirayotib qo'y indamaydi-yu, cho'chqa hammayoni boshiga ko'taradi degan savolga javob berilgan. Unga ko'ra, qo'ylarning xotirjam bo'lishligiga sabab qilib bir holat tilga olinadi. Diqqat savol, qanday sabab qo'yning xotirjamligiga sabab qilib ko'rsatiladi? Vaqt ketdi. Taka boshlab kiradi, taka chiqib ketadi. Qo'y takani ko'radi, Hadan taka kirgashib yurgani uchun. o'shanga o'zi kerak. Yana nima? Oilanmaganligi uchun emasmi hali misol uchun? Taka ergashtirib oyoq bo'ylamaydi. Bilmas u yo qushxonada so'yilishi. Mana tasavvur qilib, mana nimaga so'yilib ketadi hozir. Mana qo'ydagi qanaqa bor xususiyat insonlarda ham bor. Shunaqa demoqchiman misol uchun sabrlilikmi, nima bor xususiyati bor misol uchun. Nimaga ko'zi bilan bog'liqmi? Hidni bilmasman. Hidini bilmayman. Mana kuyov tasavvur qiling, nimaga? Hidmi? Ya hid bilishi qiyin, u paytda bilishi mumkin emas. Qo'sh qayerdan biladi? Qanday bo'lishi yoki qanday rangini biladi? Aytinglar, menga qo'sh qanday biladi? O'yilishini kirsa kerak. Qanday biladi? Qo'y bilmaydi. Bilmagani uchun xotirjam deyapti. Uni tan olishdir balki. Uni tan olishdir. Yana nima? Oilanmaganligi uchun emasmi? Chiyiliydi-yu. Bitta boshqa holat, bir holat. Marhamat. Said Kamol Abdurazzoqov. Said Kamol Abdurazzoqov. Endi bilamiz, ko'pinchalik qo'ylar takani orqasidan ergashib yuradi. Jamoaning fikricha, uni o'sha qo'ylarni boshlab kiradi, o'zi eson-omon chiqib ketadi. Qo'ylar uni ko'rib,
demak biz bu yerda omon qolar ekanmiz deb indamaydi. Qushxonaga kelgan hammasi so'yilib ketaveradi. Qo'y shu yo'l bilan aldanadi. Negadir yordam olmadinglar, negadir bir boshqa bir qo'shimcha vaqtinglar bor edi. Qabul qilamiz javobingizni. Va aniq javobga o'tamiz. Qo'ylarni tig' oldida dovdiramasligiga bitta katta sabab bor. Ularning hayoti davomida ular tig'ni bir necha marotaba ko'rganlarida. Qo'ylar umri davomida har yili bunday ekstremal holatlarga tushishadi. Shundan u bu holatdan bemalol o'tib ketaveradi. Pichoqni ko'rganda ham, qaychini ko'rganda ham. Chunki uni har yili juni yunga olinadi. Ana shu jarayon uni xotirjamlikka beriltiradi. Brutor hisob. Qoyilman Luqmon Asadov, sizning savolingiz o'tgan safar yutqizuvdi savolingizni, adashmasam. Bu gal yutdingiz, mana revansh oldingiz. Tomoshabinlar orasidagi chempion deb ataymiz sizni doim. Savol yig'ishda asosan nimaga e'tibor berasiz, Luqmonjon? Savol yig'ishda asosan o'zimizning milliy adabiyotimiz, qolaversa jahon adabiyoti asarlari, albatta har bir savol tuzishimda bevosita manbaga suyangan holda asarlardan savol tuzaman. Bu ko'p kitob ham o'qib chiqqan bo'lsangiz kerak deyman. Sizda bitta kamchilik emas, bir qanaqadir bir to'ldirishingiz kerak bo'lgan narsa mana o'zim fikrimcha. Javobga e'tibor bering siz. Javobni qiziqligiga e'tibor bering. Hammasi zo'r bo'ladi. O'shanda hozir 40 ta savolingizdan bittasi emas, 40 ta savolingizdan bir 10 tasi ham o'tishi mumkin. Marhamat, tilaklar, istaklar. Eng avvalo istiqlolimizning 20 yilligi bilan ilmga chanqoq yurtimizdagi barcha yoshlarni Qo'shrobod tumanidagi o'zim ta'lim olgan 48 va 82 umumta'lim maktabini o'qituvchilarini hamda Samarqand davlat universitetining huquqshunoslik fakulteti domlalarini Mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ularga sog'lik, salomatlik, ishlariga rivoj tilayman. Bundan tashqari men shu yerda turgan barcha bilimdonlarni, zakovatchilarni ham Mustaqillik bayrami bilan yana bir bora muborakbod etib qolaman. Rahmat, rahmat. Qani, Brutor va men 6-raundni e'lon qilaman. Savollar nima? Qiyin bo'layaptimi Bobur? Yo noqulaymi? Noqulay bo'layapti shekilli. Qanaqadir yetib bormayapti. Savollar juda ham kuchli, yo biz juda ham kuchli. Hammasi yaxshi. Shumanay. Svetlana Jalmenova, Qoraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumani Tojimurodov ko'chasi 14-uydan. Xush kelibsiz, Svetlana xonim. Demak, Svetlananing savollarini o'qiyman. Said Ahmad domlaning o'lmas ufuq romanlarida cho'lda tuyasiga yo otiga minib olib boshqa bir manzilga ketayotgan yo'lovchida bitta muammo bo'lishi yoziladi. U ham bo'lsa cho'lning zerikarli manzarasi ta'sirida uxlab qolmaslik. Yo'qsa u yo'lidan adashadi. Shunda bu yo'lovchi do'mbirasini qo'liga oladi. Qo'shiq kuylashni boshlaydi. Aytishingiz mumkin, qo'shiq ham uyquni keltiradi-ku deb. Aynan shuni oldini olish uchun ham u g'ayrioddiy usulda kuylaydi. Diqqat savol. Asarda yo'lovchilar bunday holatda uxlab qolmasligi uchun aynan nima qilishlari aytiladi. Vaqt ketdi. Ko'zini yumib kuylar balkim. Uxlab qolishmi? Nima oddiy kuylash qanaqa kuylash? Tuyada otda ketadigan edi ot. Balkim yoki otdan qasib ishiga boylab oladi, oziga ushib oladi. G'ayrioddiy chalish kerak, g'ayrioddiy holatda chalish kerak. tuyadan pastga tushib olarmikan? G'ayrioddiy bo'lsa, haqiqatan do'mbira chalayotganda nima jilovini qo'yib yubormaslik kerak-ku. Tishiga tishlab olardi o'man deb kuylasa kerak. Balkim.
Atladan pul tushonish ketmasligi uchun odam o'zi bilan bog'liq nimadir qilish kerak. Piyoda yurib ketishi, Ot ustida Uxlab olgandan kelib chiqdi, mana uxlab oldi, uxlab qoldi. G'ayrioddiy kuylash. Yo'q, bu bir kishimi yo ko'p kishimi? Bir kishimi ko'p kishimi? Oti bor odamlar foydalanmayapti. Ko'pchilik bo'lsa faqat Piyoda yurib kuylash, oti deb Otga ketish kerak, u baribir cho'lda, uni ma'no. nimadir qilsa qo'sha g'ayrioddiy deb olmayapti deb. Otdan yiqilib tushadigan bo'lsa, ma'lum bir narsa uxlab bilan qolganda uxlab to'g'ri ovoz qolganda chalinadi, qanaqa turib. Tegara qo'yveradi-yu, o'shani chalinadi. Yana boshqa narsalar ham o'ylaysiz. Yana undan ham boshqa. Marhamat. Qaror. Said Kamol Abdurazzoqov javob beradilar. Marhamat. Fikrimizga ko'ra, cho'lda tuya yo ot minib ketayotgan yo'lovchi zerikarli manzara muammosidan uxlab qolmaslik uchun do'mbira chalayotganida jilovini og'zida tishlab oladi. Og'izda jilov bo'lsa, qanaqa qilib qo'shiq aytish mumkin? Sizni javobingizni qabul qilamiz. Svetlana Jalmenovaga ajoyib savollar uchun rahmat aytamiz. Va aniq javob ko'taman. Ko'z oldiga kelmayapti, fantaziya ishlamayaptilarda. Cho'l, biyobon. Qo'liga do'mbirasini oldi, do'mbirasini olib chertdi. U jilovni ushashga nimaga e'tibor berasizlar, hayronman. Cho'l bo'lsa, hech qayerga burilib ham ketmaydi, u adashmaydi, ketaveradi u. Bu yerda gap boshqa narsa xususida ketayotganligini bilmayapsizlar. U do'mbirasini qo'liga olib, zerikarli cho'l manzarasidan nimaiki ko'ziga ilinsa, shunga atab qo'shiq to'qib ketadi. Buning uchun u atrofga sinchkov nazar bilan qarash kerak, qidirish kerak. Bundan tashqari qo'shiq matnini tuzish kerak. Miya nima bilandir doimo band bo'lish kerak va u uxlamaydi. Aksincha u uyquni qochiradi. 1-5. Svetlana Jalmenova, siz uzoq Somaliyadan yetib keldingiz. Buni o'zi bir fidoyilik. Agar uzoqlik qilsa, balkim boshqa odam sizning nomingizdan ishtirok etsin deganimda yo'q dedingiz. Men hayajon bilan shu zakovatga borishni orzu qilganman, niyat qilganman degan edingiz va mana siz hozir davramizdasiz. Rahmat muhtaram boshlovchi, bunday yaxshi imkoniyat uchun. Albatta bu O'zbekiston telekanalida bo'ladigan zakovat men uchun juda muhim va qadrli o'yin. Har bir ishtirokchini men o'z akam va do'stlarimdek ko'raman va hurmat qilaman. Butun O'zbekiston ahlini, Qoraqalpoq yurtini, Shumanay tumanini, barcha tengdoshlarimni, ota-onamni bu ajoyib bayram bilan tabriklayman. Hammalariga sog'lik, salomatlik tilaysiz. Rahmat sizga ham. Ajoyib savol yuboribsiz. O'ylaymanki, agar mabodo bugun o'yin tugagandan keyin bilimdonlar jamoasi yutqizsa, biz eng zo'r savolni tanlashimiz kerak. Ana shunga nomzod savollardan biri bo'ldi deb o'ylayman. 1-5 o'tgan yilgi ssenariy aksi bo'lyapti. Qani bugun shu narsa kuchga kirib 6-5 hisobida yutib ketasizlarmi yo tomoshabinlar yutishadimi? Davom etamiz. 7-raund. O'yindan oldin 6-1 yutasizlar deb hazillashib bir niyat qildim. Aksi bo'lib qolmasa bo'ldi, Said Kamol. Bizga yetuvimiz niyatda yo'q. Adashmasam sizlarga aytgan edim. Zangiota Rustam Zoirov. Zangiota tumani Guliston mahallasidan. Jurnalist Rustam Zoirovni savollarini o'qiyman. Qadimgi rivoyatlarda ikki kishi o'rmonda daraxt kesa boshlashdi. Ulardan biri ertalabdan kechgacha tinim bilmay daraxt kesdi. Ikkinchisi dam olib ishlabdi. Kechgacha ishlab bo'lishi hisoblashsa, dam olib ishlagan o'tinchini kesgan daraxtlari ko'p bo'lganmish. Bu nimasi jahli chiqibdi birinchisi. Men kechgacha tinmay ishlasam, undan kam o'tin kessam,
Sababi nimada? So'rabdi ikkinchidan. Sababi? Diqqat savol. Nega ikkinchi o'tinchi ko'p dam olsa ham undan ko'p o'tin to'plagan? Vaqt. Qanaqasi bo'lishi mumkin? Arrasini chaqlagan bo'lishi mumkin. Ko'proq kesgan. Ko'proq. Hop. Birinchi tinmay, mana tinmay ana. Men dam olyapman. Misol uchun mana kimdir shayrag'ochi, kimdir terakchi. Bu ko'p qaysi daraxt kesayotganiga ahamiyat bor. Yoki kimdir qo'l daraxti, kimdir quruq daraxt. Bitta joyda bo'lsa-chi, qattiq daraxt. Endi o'rmon bo'lgandan keyin bu qanaqadir yovvoyi daraxt yo'q. Bog'da balki o'shani tajribali bo'lganda, misol uchun kimdir qo'l daraxt, quruq daraxt, kimdir qayrag'ochi, kimdir kesib o'rgan bo'lsa, shunaqa bo'lishi ham mumkin. Chaqlamaganmi arrasini? Arras chaqlaganda chaqlab qilgan ko'proq kesgan. Variant bor bizda. Boshqa variant yana nima bo'lishi? Daraxtdan daraxt farqi bormi? Kesilishi o'rmonda-da bog'da kesayotgan yo'q. Mevali bitta joyda dam olayotgan payti biron narsani nimani ko'zlagan? Dam olgan paytda nima ish qilgan bo'lgan? balkim dam olayotgan vaqtda kesganlarini bir joyga yig'ganmi, u sochilib ketgan. Yo'q, ikkalasini Xayolida boshqa narsani o'ylagan bo'lsa kerak, chaqlagan. Vaqt bo'ldi. Saidkamol Abdurazoqov. Saidkamol Abdurazoqov. Bizning fikrimizda vaqti bilan dam olayotgan inson oxirida baribir ko'proq daraxt kesganning sababi har dam olganida u arrasini charxlagan va oxir oqibat uni arrasi o'tkirroq bo'lib ko'proq daraxt kesishga erishgan. Boltada o'tin kesayotgan bo'lsa-chi? Boltasini charxlagan. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Men kechgacha tinmay ishlasam-u, undan kam o'tin kessam, sababi nimada so'rabdi ikkinchidan. Sababimni yig'ida kulib javob berdi ikkinchi o'tinchi. Men dam olayotib boltamni chaqlab olardim degan. Soat 2:05. Rustam Zoirov. Adashmasam siz 11 yildan beri zakovat ko'rar ekansiz-ku. Birinchi marta savol yozib, unda ham finalga chiqibsiz, qarang. Xursandmisiz? Albatta xursandman. Nega 4-5 yil oldin savol yozmoqchi jazm qildim-u yozmadim degansiz? Nega? Endi bu zakovatdagi qatnashayotgan yigitlar ularning darajasidagi savol bera olmasligimga anaqa o'zimda ishonch yo'q edi. Hozir ham amin bo'ldingiz mana. Zakovatdagi qaysi holat sizga ko'proq yoqadi? Menga eng yoqadigan holat o'sha savolga javob topilganda o'sha bilimdonlarning o'sha quvonchli holati menga juda yoqadi. Qayg'uli holaticha. Qayg'uli holati menga ko'proq yoqadi ularning. Ayanchli holatlari. Shunday biralik yig'lamadan beri bo'lib ketadigan holatlari menga yoqadi. Demak, sizga xursandchiligi yoqar ekan. Marhamat, vatanimizning shonli bayrami bilan tanish bilishlaringizni, do'stlaringizni, yaqinlaringizni tabriklang. Marhamat. Avvalo mustaqil O'zbekistonimiz, jonajon vatanimizning 20 yilligi mustaqilligini 20 yilligi bilan butun O'zbekiston ahlini chin yurakdan tabriklayman. Bu bayram bizga osonlikcha kelgani yo'q. Buni biz qadrlashimiz, buning uchun o'sha 20 shu zakovatni ko'radigan har bitta yoshlar, butun O'zbekiston yoshlari buning uchun alohida xizmat qilishimiz kerak albatta. Mustaqilligimizni 20 yillik bilan avvalo Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Oqqushloq qishlog'ida yashayotgan otam, onamni, do'stlarimni, ishxonamdagi hamkasblarni barchasini chin yurakdan tabriklayman. Hammasiga omad yor bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Endi ijozatingiz bilan musiqali tanaffus e'lon qilsak.
2-5 har raund tahlikali ishlar uchun tahlikali o'yinimiz davom etadi. 8-raund. Qaysi savol tushyapti? Ko'raylik. Mang'it Nurbek Sabirov, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Mang'it shaharchasi, Do'stlik ko'chasi, 1-dom 3-uydan. Marhamat, xush kelibsiz. Nurbek, siz ham bizani necha yillik tanishimizsiz, sirtdan taniyman sizni ham. Bugun ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Sizni savolingizga o'tamiz. Sabzavot va mevalar xosiyati kitobida aytilishicha, Yevropada piyozlarni shoda qilib uylarga, xonalarga osib qo'yish odati bundan bir necha 100 yil ilgari paydo bo'lgan ekan. Diqqat savol. Aynan qachon piyoz to'plamlari xonalarga ilingan? Vaqt ketdi. Ular babo simga bilan bog'liq emasmi? Dengizchi. Simga uyga. Ular babo ketdi, ular babo ketdi. Chipalina bilan bog'liq. Bir necha 100 yil, 200, 300, 400 nimalarga? Nimaga bu ana o'simliklarni lola piyoz shunaqa narsalar emas. Mikroblarni o'ldiradi. Oddiy piyoz emas, balki lola piyoz shu qachon o'ylab topilgan Piyoz. Mayli, piyoz o'xshamayapti. Yo'q. Yangi to'yib o'tgan bo'lsa-chi, harcha anaqalardan tozalansin degan maqsad. Bir necha 100 yil, bir necha asrlar voqea bo'lgan. Ana o'shandan keyin odamlar mana piyozni yana ovqat hazm qildirish xususiyati bor. Misol uchun qanaqadir tadbirlar bo'lgan, jang bilan, salb yurishlari bilan. O'yinli piyoz yana xususiyatlarini o'ylaylik tezroq. Nimalar bilan? Yoki yilda qaysidir bir fasl. Yevropadagi eng katta mashhur voqealarni o'ylaylik, o'shandan keyin qilishni boshlagan. Biroq asar bilan bog'lashimiz kerak emas, biroq asar bor. O'lat va bu kasallikka qarshi. Vaqt bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Javob. Qo'shimcha vaqtdan foydalanmoqchimiz. Foydalaninglar. Vaqt ketdi. Nima bo'lishi kerak? Ko'z oldingizga keltiraylik, shoda piyoz. Uyga nima kelib boshlangan? Demak, nimadir sabab bo'lgan boshlanganligi chivinlar qo'zg'algan payt. Boshda voqea sabab bo'lgan bunga. Biz bilishimiz kerak. Bunaqa oddiy haroratning o'zgarishi, qanaqa mashhur voqealar bo'lgan, o'yinda bajar bo'lgan, o'tlar qimirlagan, suv toshgan. Piyoz bilan bog'liq bo'lishi kerak. Piyoz bilan bog'liq. Asar, rasm shunaqa narsalar emasmikin? Yevropada uylarda salb yurishlari-chi? Salb yurishlari askarlar o'zlari bilan sabzavot va mevalarning xossa va xususiyatlari, geografik kashfiyotlar, salb yurishlari. O'lat vabon yo'q. Mana piyozga ehtiyoj ko'payib ketyapti. Qachon? Yoki piyoz pul sifatida foydalanilmagan. Piyoz pul sifatida foydalanilgan davr. Vaqt bo'ldi. Javob. Saidkamol Abdurazzoq javob. Saidkamol. 2 daqiqa o'yladiku, qanaqadir bir qarorda mashib bo'lsa kerak deb to'xtala olmadik, lekin boshqa versiyalarga nisbatan ko'proq ko'nglimizga moyil bo'lgani bu piyozda shoda qilib osilganga safar ular infeksiyalarga qarshi, har xil epidemiyalarga qarshi dezinfeksiya sifatida foydalanganligi uchun kasallikligi uylarda shoda qilib saqlangan. Qabul qilamiz. Va aniq javob o'tamiz. Bizda hozir piyozlar omborxonalarga, oshxona va ayvonlarga asosan uni quruq va sifatli saqlash uchun osiladi. Boshqa sababi yo'q. Ammo Yevropada u har bir xonadonga, har bir xonaga ilishgan. Savol shunday qo'yildiki, qachon ilishgan deb. Piyozda shunday noyob xususiyatlari borki, yuqumli kasalliklar tarqashini oldin oladi. Hisob 3-5. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham sizlar bugun oldingi o'yin
boshidagidek o'yin ko'rsata olmayapsizlar. Nimadir yetishmayapti sizlarga. Yoki kimdir yetishmayapti sizlarga. Kimdir yetishmayapti. Xo'sh, Nurbek Sobirov bilan gaplashsak. Nurbek, mana sizni men qariyb 6 yil, 7 yildan beri bilaman. Bizga ko'p savollar yozasiz. Nurbek Sobirovni mana bemalol Qoraqalpog'iston Respublika chempioni deyishim mumkin. Bizga savol yozish bo'yicha. Nurbek, birinchi yozgan savolingizni, o'yinga o'tgan savolingizni eslaysizmi? Eslayman. Birinchi savolim Buyuk Ipak yo'lidagi karvonlar haqidagi savol. Keyin siz juda ko'p Ibn Sino tarixidan, Ibn Sino bilan bog'liq savollarni ko'p yozasiz. Marhamat Nurbek, oila a'zolaringizni butun Mang'it ahlini tabriklashingiz mumkin. Shu barchamizni mustaqilligimizning 20 yillik bayramidan tabriklayman. Rahmat. Xo'sh, 3-5 davom etamiz. 9-raund. Mahmal kasbi qamashi. Mana shu 3 ta savoldan biz qaysi birini o'ynashini hal qilishimiz kerak. Ko'proq mahmal tushishi mumkin yo qamashi. Baxmal Abduvali Karimov Jizzax viloyati Baxmal tumani Mirza Isagi qishlog'idan. Zakovatni ikkita eng ashaddiy muxlisi bo'lsa, birinchisi shu odam. Agar bitta bo'lsa ham balki shu odam bo'lishi mumkin. Sizni yana bir bor final o'yinlarida ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz, Abduvali aka. Savolingizni o'qiyman. O'zbek milliy yakka kurashi 2 turga bo'linadi. Milliy kurash, belbog'li kurash. Mutaxassislar Farg'onacha kurash, ya'ni belbog'li kurashni eng haqqoniy va halol kurash turi ekanligini ikkita misol bilan keltirishadi. Birinchidan, har ikkala sportchiga bir xil imkoniyat beriladi, ya'ni bel birga olinadi. Ikkinchi sababni ko'proq ruhiy sabab deyishimiz mumkin. Diqqat savol, ikkinchi sababni toping. Vaqt ketdi. Yelkasini teg'ish bilan tugamadimi? Belbog'ni yechib olish kerak. Mana o'yinni oldin belbog'ni bo'laydi. Kim qattiq mahkamlasa, demak ruhiy uch tayyor bo'ladi, misol uchun belbog'ni. Yo'q, ikkinchi sababchi mana qo'lini tursa, kiyimlarini rangi bir xil. Yo'q, balkim bir-birini ko'ziga ko'z tushiradi har doim. Aksincha ko'zni tushirmaydi-ku bir-biriga. Balkim qochib, bitta ochko olgandan qochib ketib qolmas. U yoqqa faqat anaqa yuguruvchi mag'lubiyat turibdi, qo'lida turibdi. Ruhiy tomondan birga ko'z tushadi va xohlagan payt yiqitish mumkin. Yana nima? Ruhiy nima bo'lishi mumkin? Ko'zni ishlashimiz kerak lekin ko'zni bor-ku. Bir-biriga ko'z tushmaydi. Halolligi ruhiy sabab. Bir-biriga ko'z tushmaydi. Tushmagan vaqtda Ko'z tushadimi, tushmaydimi? Tushmaydi-ku. Mana ikkita variant ketdi, hop yana. Ruhiy tomondan bo'yi baland, past bo'lsa ham, misol uchun bir-biridan vazn og'ir yengil bo'lsa ham, ikkalov yonma-yon turib, yo o'sha chiqadi hammasi. Tenglikni yaratib berish. Bo'yi bir xil bo'ladi. Vaqt bo'ldi. Bo'yi bir xil bo'ladi. Qanday qaror qabul qilasiz? Muhtaram boshlovchi klub yordamidan foydalanmoqchimiz. 20 soniya muhlat. Faqat bilimdonlar javob bersin. Ko'z tushmaydi. Ko'zi tushmaydi. Yana boshqa variant. Chalish mumkinmi? Yo'q, ko'tarib turib keyin tushmaydi. O'shda ko'tarib turib. Yo'q. Vazn bo'yiga aloqa emas. Vazn bo'yiga hech qanaqasiga. Vazn bo'yiga chalish mumkin emas degan variant ham bo'lyapti. Chalish mumkin bo'ladi. Chalish mumkin, chalish mumkin. Vaqt bo'ldi. Chalish ruhiy nimaga? Chalish mumkin. Vaqt bo'ldi, Bobur javob bering. Shu Xudoyberdi javob beradi. Xushnut. Demak, belbog'li kurash ikkinchi tenglik sababi, ruhiy sabab bu kurashayotgan kurashchilarni bir-biriga ko'zi tushmasligidir. Nigoh. Ikkinchi sababni toping dedim. Bu yerda birinchidan har ikkala sportchiga ikkita misol bilan keltirilganki, har ikkala sportchiga bir xil imkoniyat beriladi. Bir xil birgalikda bera olishadi. Ikkinchi sababi demak nigohi bir-biriga tushmas. Ko'zlari. Shunda bir-biriga ruhiy ta'sir o'tkazmaydi. Demoqchimisiz? Shunaqa demoqchiman. Qabul qilamiz va aniq javob o'tamiz. Qolgan barcha yakka kurashlarda
Sportchilar ko'z bilan raqibga tazyiq qilishi yoki uni ko'zidan nima qila olishini oldindan bilishi mumkin. Belbog'li kurashda polvonlarning bir-biriga qarashlariga imkoniyatlari yo'q. So'ru 5. Abduvar aka. Abduvar aka. Ha. Savolingiz topilgandan xafa emasmisiz? O'tgan safar yetgan edingiz, ha? Aha. Shubhasiz zakovatda Jizzax tumanlari mana shu atrofdagi eng fidokor, eng faol savol yo'llovchimiz. Ikkinchi bor finalda qatnashyapsiz. Siz Luqmon Asadov, Qosimxon Ahrorovlar mana 2 martadan finalda qatnashdinglar. O'tgan safar kelib hayajon kuchliligidan bironta fikr ayta olmagandingiz. Hamqishloqlar nima deyishdi o'shandan keyin? Judayam qattiq qilishdi. Shundan shunga borib bir narsa aytmading, bir tilak aytmading deb. Haligacha gapirib Mana bugun hissasini chiqaring endi, marhamat. Fursatdan foydalanib, muhtaram boshlovchi, avvalambor taklif uchun katta rahmat. Ikkinchi yil qatorasiga chaqirish bu mening uchun albatta katta baxt. Buning uchun sizdan minnatdorman. Va qolaversa, zakovat bilimdonlari, shaxsan sizga ham muhtaram boshlovchi va boshqa zakovat mutasaddilariga sog'lik, salomatlik, ishlariga rivoj tilayman va mening baxtmalik og'aynilarimga, do'stlarimga, aka-ukalarimga, hammalariga salom yo'llayman. Mustaqillik bayrami hammamizga muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. O'yinimiz endi qizg'in pallaga kiryapti. Chamamda hisob 4-5 va men 10-raundni e'lon qilaman. Ikkita savol qoldi. Qashqadaryodan bu yil adashmasam Rustam Zoirov ham Qashqadaryolik ekanlar. 4 ta muxlisimiz savollari finalga o'tdi. Kasbidan, Tanashidan, Chiroqchidan. Qani? Kasbi Anvar Xolov, Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Nasaf ko'chasi 18-uydan ularning o'rnlarida ishtirok eta olmayaptilar. Shahzod Erniyozov kutib oling vakillari sifatida. Marhamat Shahzod. Savol. Judayam qiziq savol. Ochig'ini aytganda o'zbek xalqi azaldan pokizalikka, tozalikka moyil xalq. Uyda non yopgandan keyin, uyda bilasiz, tandirlar qayerda joylashganini ko'z oldingizga yaxshi keltiring. Qayerda turadi u? Uyda non yopgandan keyin ayollarimiz tandirning ichida non yoki sonsa bo'laklari yopishib qolgan bo'lsa, tozalab qo'yish odatlari haligacha saqlanib qolgan. Ular bu bilan tandirning ifloslanishini oldini olishadi. Diqqat savol. Xo'sh, tandirda non qoldiqlari qolsa, nimadan ifloslanishi mumkin? Vaqt ketdi. Chumoli, hasharotlar. Iflasa kerak kirib. Kuchimiz o'ylab deysiz, tandirni og'zini yopib qo'ysa bo'ldi-ku. Bu yoqdan kiradi. Ya qurt qumursqalar bo'lish kerak. Zarar yo'q, qurt qumursqa o'ladi, ketadi, u ifloslamaydi qurt qumursqa. Suvariga o'xshagan narsalar kirmaydimi? Narsa bo'lish kerak, hasharot bo'lish kerak. Nonni qoldirmari kerak. Nonga suvari keladi-ku. Kalam qo'ysa. Kirolmaydi-ku kalam. Yopib qo'ymaydi. Nega yopib qo'yadi? Tandirni og'ziga to'g'ri ochiq turadi. Yo, nimaga tandirda qopqoqlari bor? Nima? Variantlar. Yana variant. Nimaga iflos qo'yadi? Qani, non turib boshqa variant. Bo'ldi, bu hammasi bitta, boshqa. Kemiruvchi nima? Nima yopib qo'ydi? Nima turli kemiruvchi xonadan it mushuk bo'lmasligi mumkin. Chiqib ketaylik bundan. Qo'shma keladi. Kemiruvchi. Nega? Yopib qo'yadi-ku, yopib qo'yadi. Bo'lishi mumkin. Mushuk ham yaxshi bo'ladi biz. Mushuk kelardi. Mushukmikan? Kemiruvchilar-chi? Endi ya mushuk kirsa ham hayda oladi. Vaqt bo'ldi, hech qanaqa yordaminglar yo'q. Javob berishingiz kerak. O'zingiz javob bermoqchimisiz? Marhamat, javobingizni eshitamiz. Endi agar o'shanda non qoldiqlari, somsa, shunga o'xshagan narsalar qolib ketadigan bo'lsa, uni hidini olgandan keyin o'sha begona bo'sh yurgan it, mushuk, shunga o'xshash
yoki boshqa kemiruvchilar kelib nima hidlashi mumkin, iflos qilishi mumkin-da. Shuning uchun tandirga tanda qo'yishi mumkin demoqchisizda. Ha. Qabul qilamiz. Va aniq javobga o'tamiz. Tandirda bir haftada bir kundan yopiladi. Qolgan kunlari og'zi Xushnut aytgandek zichlab yopilmaydi. Bironta narsalar bilan yopib qo'yiladi. Uni bunday turtsa, tushib ketishi mumkin. Agar non qoldovlari, somsa qoldovlari u yerda qolgan bo'lsa, och-nahor yurgan itlar, mushuklar kirib, o'sha yerda o'sha bo'laklarni yeyishlari mumkin. Bu tandirni makruh qiladi. Pokiza o'zbek xalqi shuning uchun ham tandirlardagi non qoldovlarini qoldirmaslikka harakat qilishadi. Hisob 5-5. Negadir qarsiylarni eshitmayman, jonliroq qarsiylarni. Klub a'zolari Bobur Yoqub jamoasi 5-5 qilganda xafa shekilli, negadir. 5-5 bo'lishini xohlashmagan shekilli. Albatta 5-5 hisobidan keyin biz uzoq cho'zilmaymiz. Biz ishtirok uchun Shahzod Erniyozovga rahmat aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz. Birinchi raund e'lon qilaman. Hal qiluvchi raund. Bugun final o'yini bo'lgani uchun 11 ta savolni aniqlab qo'yganmiz. Shuning uchun 11-savol uchun biz start beramiz, ammo konvert o'rtadagi konvertni olamiz. Bu Qamashidan kelgan konvertni o'ynaymiz. Chorshan Choriyev, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Langarota qishlog'idan. Marhamat, bu kishini o'rinlarida Azizbek Nazarov kutib olinglar. Azizbek, marhamat, joyingizga egallang. Hal qiluvchi savol. Bo'ri o'z ini atrofida ov qilmaydi degan iborani ko'p bor eshitganmiz. Aytishingiz mumkin, bo'ri och qolsa duch kelgan joyda ov qilishi mumkin deyishingiz mumkin. Bu to'g'ri gap. Och qolsa u xohlagan joyda ov qilaveradi. Faqat ehtiyotkor va aqlli bo'ri bir holatda ini oldida ov qilmaydi. Diqqat, savol. Qachon va nima uchun? Vaqt ketdi. Qolasligi mumkin. Shu oxirgi variant bo'ladi. Shu ovqatlar bor bo'ladi, har doim. Yo'q, suv paytida tashqari zahirada turishi uchun ma'lum bir qismi qolib ketgan bo'lsa, go'sht hidi chiqib ketadi-yu, balkim boshqa hayvonlar bilsa. Yosh o'zini oilasini, yosh bo'lmaslarni, yosh bo'rini bilsa-chi. Yosh bo'rini o'qidan ov qilmaydi. Ya bolalar bo'lsa ham yaxshi. Bolalar yetilab kelmaydi-da, ketadi. Agar mabodo qo'lga tushib qolsa, o'g'lidan yetilab kelmaydi. Yosh bolalarga vaqtida mana bo'ri bolalarga bundan tashqari. Hayvon bo'lmasa-chi, bo'rini hidi bo'lib qoladi hamma joy. Bo'rini hidi emas. Boshqa ovqat ko'p bo'lgan paytida bo'lsa kerak. Inini oldida umuman topolmagan bitta holat shart emas. Inini oldida o'qilar ekan, faqat bitta umuman topolmagan paytida o'zi inini oldida nima ehtiyot qilib o'tdi u? O'sha farzandlarini, aqlli bo'ri. Bolalarini ehtiyot qilib. Qanaqa paytda? Bolalar ana qo'riylik ovqatdan. Ovqat zaxira, Va bo'ldi. Kim javob beradi? Xushnut Xudoyberdiyev javob beradi. Xushnut Xudoyberdiyev. Demak, haqli javob. Bo'ri inida yosh bolalari bo'lgan vaqtda, ya'ni ona bo'ri bolalagan vaqtda bo'ri o'zini atrofida ov qilmasligi mumkin. O'z ini atrofida ov qilmaydi. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Bo'ri juda ehtiyotkor va aqlli jonivor. U qachon o'z ini oldida ov qilmaydi? Qachonki begonalarga ini qayerdaligini ko'rsatib qo'ymaslik uchun uy oldida ov qilmaydi. Inini bilintirmaslik uchun va ini ichidagilarni xavf xatarga qo'ymaslik uchun inida yosh bolalar bo'lgan paytida hisob 605. 605 Bobur Yoqub jamoasini tabriklaymiz.
2011-yilning final o'yinini o'z nihoyasiga yetdi. G'oliblar bilan, chempion jamoa bilan yana bir bor tanishib olamiz. Xushnud Xudoyberdiyev, Zafar Mirzaboyev, Nurmurod Inog'omov, Umid Valiyev, Saidkamol Abdurazzoqov va jamoa sardori Bobur Yoqubov. Aziz muxlislar, Bobur Yoqub jamoasining shu tarkibda eng so'nggi marotaba o'yinlarining guvohi bo'ldik. Biroz hayajonli va biroz noxushroq bo'lsa ham aytaman, Bobur Yoqub jamoasi bugundan e'tiboran tarqaladi. Gap shundaki, bu jamoa yengilmas bo'lib Zakovat tarixida qoladi. Umuman tarkib borasida deyarli hamma jamoalarda islohot o'tkazmoqdamiz. Kuzgi o'yinlarda tarkiblar umuman o'zgaradi. Jo'jani kuzda sanaguncha kuzni kutaylik, hammasi oydinlashadi. Hozircha Oliy Ligaga yakun yasaymiz. Ijozat bersangiz men oldingizga chiqaman va yil nominantlarini e'lon qilamiz. Avvalo yuzma-yuz sizlarni g'alaba bilan tabriklashga va hurmatli muxlislarimizga minnatdorchilik bildirishga, shuncha uzoq yo'llardan kelganinglar uchun rahmat deyman. Bu o'yinimizning nufuzini oshiradi. Hurmat e'tiboringlar uchun minnatdorchilik bildiraman. Men ko'p o'yinlarda aytaman, bizlarga savol yuboruvchi muxlislar bizning eng yaqin do'stlarimiz. Sizlar bizning eng yaqin do'stlarimizsizlar. Salomat bo'linglar. Mana biz bu yil lavh tashkil etdik. Lavhlar katta va kichik lavhlar. 3 ta nominatsiyamiz bo'yicha va yilning eng kuchli bilimdoniga. Bilasizlar, lavh o'zi bilim belgisi hisoblanadi shartda. Balkim bizni ramziy belgimiz bundan buyon lavh bo'lib qolar. Hozircha bilmayman, boshqa sabablarni ko'rmayapman. Endi birinchi nominatsiyamiz demak yil kashfiyoti. Yil kashfiyoti haqida gapirganda shuni aytishimiz kerakki, albatta bu faqat bu yil o'ynab o'zini ko'rsatgan emas. Ilgari ham o'ynagan, lekin bu yil ochilgan, o'zini haqiqiy qirralarni ko'rsatgan bilimdonlar. Biz uzoq maslahatlashib, fikrlashib, hozir ikkita nomzodini ko'rsatdik. Bu yil o'yinlarda burilish yasagan ikkita bilimdonlar. Birinchisi yangi bilimdonimiz Hasan Rejaboyev. Mana shu yigit. Ikkinchi nomzodimiz Farruh Rafiqov. Farruh aynan 2-3 yil o'ynab yurib, bu yilki o'yinlarda bir ko'tarilish bo'ldi. Yangi jamoada yangicha bir ruh, yangicha bir o'sha o'yinida haqiqiy ko'tarilishni sezdik. Agar Hasanboy xafa bo'lmasalar, men bu yil kashfiyoti sifatida Farruh Rafiqovga sizga lavh, kichkina lavh bittasini va sovrini bilan tortiq qilamiz. Ikkinchi nominatsiyamiz eng faol bilimdon nominatsiyasi. Eng faollar bizda mana shu jamoaning ichida bir nechta. Mana shu jamoaning o'zida bir nechta. Mana Xushnud saytimizni administrator sifatida juda katta faoliyat yurgizdi. Saytimizni yuqori darajaga ko'tarib ishlab berdi. Umid eng faol bilimdonlarimizdan sayt. Kamol turnirlarimizda eng bizni yaqin ko'makdoshimiz. Agar boshqa jamoadagilar hammasi shu jamoadan bo'ldi degan gap bo'lmasa, aynan shu jamoadan bersak. Men eng faol bilimdon deb Xushnud Xudoyberdiyev. Endi uchinchi mana shu nominatsiyani bulturman kiritmoqchi edim 10 yilligimizga. Eng mashhur zakovatchi degan nominatsiya. Tomoshabinlar yoqtiradigan, eng tomoshabin yoqtiradigan bilimdonlarni biz 3 kishini so'rov o'tkazdik. Mana shu so'rov natijasiga ko'ra so'rovlarda kimlar ishtirok etganligini ham birov aytishi mumkin. Rustam Jabborov ishtirok etdi. Ayrim
ovozlar oldi. Jobir Ahmedov ishtirok etdi, ayrim ovozlar oldi. Lekin 90% kishilar so'rovda Bobur Yoqubov mana yilning eng kuchli bilimdonini topish payti keldi. Bunda men bolalarga ishonaman, atrofdagilarga ishonaman va atrofdagilardan fikr so'rayman. Marhamat, Ravshanbek. Yilning eng kuchli bilimdoni kim sizning nazaringizda? Men o'zimni ovozimni Saidkom akamga beraman. Jobir, bu jamoada kuchsiz o'yinchini o'zi bo'lmasa kerak, haqiqatan eng kuchli jamoa, lekin bu jamoani shu darajaga yetishida ham tashkiliy jihatdan ham bevosita o'zini eng katta hissasini qo'shgan o'yinchi men fikrimcha Saidkamol aka. Albatta, Saidkamolni qaysarligi, qitmirligi, o'zi aytgandek va haligi bir so'zliligi, cho'rt kesishi bor. Shu bilan birgalikda uni ijobiy xislatlari ham bor. Haqiqiy mardona yigit, so'zini aytgan so'zini ustidan chiqadigan yigit va albatta aqlli, kuchli, bilimga ega bo'lgan inson. 2011-yilning eng kuchli bilimdoni, birinchi marotaba 2 marta shu nomga sazovor bo'lish Saidkamol Zakovat intellektual o'yinini bugun final o'yinini nihoyasiga yetkazdik. Barcha bilimdonlarga, barcha yurtdoshlarimizga bayram bilan chin dildan tabriklashga yana bir bor ijozat berasizlar. Yurtimizda tinchlik, xotirjamlik hukm sursin, bilimli insonlar ko'paysin. Mana shunday aqlli yigit qizlar davrasida bo'lib yurish bizga ham nasib etsin. Rahmat, keyingi ko'rsatuvlar. O'zimiz